Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 2026 yılı 15 may Cümə günü Tibet müstəqilliğinin fidakar vətənpərvərləri, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan Milli Oyg'unish Hareketi və Şərq Türkistan Milli Fondining vəkilləri Amerika parlamentida haq hüquqni qo'g'lash faoliyati təşviqat günü ötküzdü. Haq hüquqni qo'g'lash təşviqat qruplari 6 nəfər Kengash palata a'zosi və 20 nəfərdən artıq Avam palata a'zosining ishxonasi bilan görüşüb, Direksiyon Kengash palata ishxonasi binosida birlikda faoliyat o'tkazib, bir kunlik faoliyatini oxirlashtirdi. Faoliyatda ikkita harakatning rahbarlari Amerika parlamentiga so'z qilib, Sharq Turkiston va Tibetning mustaqilligini asliga keltirishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor apandi nutq so'zlab, Xitoy Xalq Jumhuriyatining davlat emas, balki 21-asrda mustamlikachilik turini faol kengaytayotgan mustamlikachilik imperiyasi ekanligini aniq o'ttirg'a qo'ydi. U faqat inson haqlari ramkasining mag'lub bo'lganligini va dunyoning Sharq Turkiston va Tibetni Xitoy mustamlikachilarining mustamlika ishg'ol qilib olishidan iborat negizlik sababga markazlashib hal qilish kerakligini ta'kidlab, siz irqiy qirg'inchilikning sababi bo'lgan ishg'oliyatni saqlab qolib, irqiy qirg'inchilikni to'xtata olmaysiz. Mustaqillik radikal talab emas, u xalqimizning inson haqlari va mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li. Biz Amerika va barliq erkinlikni suyadigan davlatlarni Sharq Turkistonni ishg'ol qilmagan davlat deb e'tirof qilishga, Sharq Turkiston va Tibetning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashga, Sharq Turkistonliklar va Tibetliklarga Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishga, Sharq Turkistonliklar va Tibetlarni qo'llab Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishga yordam qilishga chaqiramiz dedi. Sharq Turkiston tashviqot guruhlari parlament a'zolariga siyosiy talabini sunib, parlamentni Tibetni e'tirof qilganga o'xshash Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish qarorini chiqarishga, Amerika tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston uchun alohida moslashtiruvchi tayinlashga, Uyg'ur siyosati qonunini yangilab, Sharq Turkiston siyosati qonunini chiqarishga va Sharq Turkistonning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustamlikachilikka xotima berish 4-komitetiga sungan iltimosini hamda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy katibalari ustidan sungan qonuniy arzini qo'llashni talab qildi. Tibet mustaqilligi fidokorlari tashkiloti rasmiy iltimos sunib, Tibetning mustaqilligini qo'llash 13 fevralni Tibet mustaqillik kuni deb rasmiy bekitishni talab qilish, Xitoyning majburiy assimilatsiya siyosatiga qarshi turish, Tibet dini, tili va kulturini qo'g'dash, barliq Tibet siyosiy mahbuslarini qo'yib berish va Tibetning muhitini qo'g'dashni talab qildi. Tibet mustaqilligi fidokorlari tashkilotining rahbari va Tibet yoshlar qurultiyining sobiq kotibi Tenzin Wangdu tarixda Tibet o'zining hukumati, tili, madaniyati, dini, pul birligi va milliy kimligiga ega mustaqil, egalik huquqli davlat edi. Biz Amerika parlamenti a'zolaridan Tibet xalqi bilan birlikda erkinlik, inson haqlari, diniy e'tiqod erkinligi va Tibetning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashni talab qilamiz dedi. Amerika o'zining mustaqilligining 250 yilligini tabriklayotgan mezgilida Sharq Turkiston 76 yillik Xitoy mustamlikachiligining ishg'oliyati ostida yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning 13-yiliga, Tibet bo'lsa Xitoy ishg'oliyatining 75-yiliga qadam qo'ydi. Asr davlatlar qonuni Amerika Qo'shma Shtatlarini Sharq Turkiston va Tibetni o'z ichiga olgan erkinligi va mustaqilligini asliga keltirishni umid qilayotgan davlatlar bilan birlikda turishga chaqirdi. Mazkur xabar IANSLIVE xabar to'rida 18 may kuni va boshqa xabar kanallarida farqli kunlarda tafsiliy xabar qilindi. Kaliforniya shahar boshlig'i Eylin Wang Xitoy jasusi ekanligini e'tirof qilib, xizmatidan iste'fo bergan. New York pochtasining 11 may kunidagi xabarida aytilishicha, Kaliforniya shahar boshlig'i Demokratlar partiyasidan bo'lgan Eylin Wang o'tgan dushanba kuni Xitoyning qonunsiz chet el jasusi bo'lib xizmat qilganligini e'tirof qilgan va vazifasidan iste'fo bergan. Xitoy jasusi Eylin Wang 2020-yildan 2022-yilgacha bo'lgan aralıqda Amerika zaminida Xitoy Kompartiyasi bilan hamkorlashib, saxta xabar tor bekiti orqali tashviqotni kuchaytirganligini, Xitoy Kompartiyasining manfaatiga xizmat qilganligini e'tirof qilgan. U 2022 yil noyabrda Los Angeles nahiyasi ichidagi San Gabriel vodisidagi
Arkadiya şəhərindəki şəhərlik kengəşkə saylanğan. 58 yaşlıq Wang özünün ayni vaqtdagi do'sti Yao Maik Sun bilan birlikdə Amerika xəbər mərkəzi deb ataladigan tor bekatda ishlagan. Bu tor bekat Xitoy Amerikalıqlar üçün xəbər mənbəsi deb qaraladi ekan. Əməliyyatda bu ikkilan bu tor bekat orqali Beijingning buyruqini ijro qilgan. Wang va Sun Xitoy hukumatining yo'l yo'riqlarini ijro qilib, Xitoyni gullantirish uchun loyihalangan tashviqotlarni tarqatgan. Shuning bilan bir vaqtda bu xabarlarni qancha odam ko'rganligini ko'rsatadigan ekran suratlari orqali xo'jayinlarga doklad qilgan. Ayblash kelishimida yana boshqa bir ahvolda Wangning josuslik boshlig'i uningga oldin yozilgan xabarlarni, jumladan Xitoy Xalq Jumhuriyati rasmiy yozgan maqolani Los Angeles vaqt gazetida e'lon qilishni buyurgan. Bu buyruqqa javoban "Bek tez ijro qilman, hammanglarga rahmat" deganligi o'rin olgan. Va yana atalmish Şinjangda irqiy qirg'inchilik yo'q. Paxta ishlab chiqarish qatorliq har qanday ishlab chiqarish faoliyatida majburiy emgak degan narsa yo'q. Bundaq gap so'zlarni tarqatish Xitoyning obro'yiga dog' tushirdi. Atalmish Şinjangning bexatarligi va muqimligini buzdi degan mazmunlarni tashviq qilgan. U sudda jinoyatini e'tirof qilgan. Eng ko'p bo'lganda 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. İtiraf kelishimining shartlariga asosan Wang o'zining Amerikada tashviqotini ilgari surish uchun Xitoy katibashlarining kontrolligi ostida ish qilganligini e'tirof qilgan. Hurlikka erishish va qulluqdan ozod bo'lishdan iborat bu ikki hukm garchi mazmun jihatdan o'xshash bo'lsa-mu, mafhum jihatdan har ikki hukm o'rtasida ba'zi nozik farqlar bor. Qulluqdan ozod bo'lish mahkumlikdan qutulish ma'nosi bilan kishini hurlik kategoriyasiga tava qilishi mumkin. Lekin bundaq qutulishni hurlikka erishishning dal o'zi deyishga baldur. Chunki qulluqdan qutulish mafhum jihatdan elib aytganda bog'liqdan bo'shaganligini ko'rsatadi. Hurlikka erishish bo'lsa undaq emas. Hurlikka erishish ashu bog'liqdan ajragandan keyingi hayot musofasida insoniy tarzda yashash haqqini qo'lga keltirishni va buning daxli tartibsizligini qo'lga keltirishni o'z ichiga oladi. Musulmonning hurligi mana bu insoniy haq soyasida har bir hur inson kabi o'z haqqi va huquqiga malik bo'lib yashash. Yashagandimi Tangrining yer yuzidagi nizomiga uyg'un keladigan yashash imkoniyatini yaratish. Uning adolatini yer yuziga joriy qildirish va undan bahramon bo'lishni kafolatga ega qilishdir. Bu ma'nodan musulmon kishi inson bo'lish sifatida hurlikdan bahramon bo'lg'uchi shaxs hisoblansa, musulmon bo'lish sifatida ushbu hurlikni muhofazat qilishga va uni kafolatlantirishga mas'ul bo'lg'uchi mukallaf inson hisoblanadi. Qur'ondagi yer zamin va tog'larga sunilganda rad qilishga duch kelgan omonatni qabul qilgan mas'uliyatli inson mana bu ma'nodagi mukallaf insonni, ya'ni musulmon insonni ko'rsatadi. Insonlik tabiiy fitratga uyg'un yashashni shart qilsa, musulmonlik ashu fitratning haqqini yaratquchiga ado qilishni va uni himoya qilishni mas'uliyatga aylantirishni majburiyat qiladi. Bu ma'nodan musulmon deganlik mas'uliyatning va javobgarlikning egasi deganlikdir. Musulmon inson deganlik bo'lsa, mas'uliyatdor inson, samoviy vazifa yuklangan va buni o'z ustiga olgan inson deganlikdir. Mana bu asosda shundoq kesib aytishga bo'ladiki, musulmon inson vatani oldidami mas'uliyatini va majburiyatini Musulmon inson vatani oldidami mas'uliyati va majburiyati bor bo'lgan, vatani borasida javobgarlikka surishti qilinadigan insondir. Ona vatanini ozod qilish, uni hur vatan qilib qurib chiqish, mana shu mas'uliyat va majburiyatlarning eng beshida keladigan, Tangri oldidagi javobgarligi va surishtisimi eng og'ir bo'ladigan buyuk ishlardandir. Borxon Muhammadning yozmasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.